100 ta aylana turibdi. Ularning ichida esa 100 ta odam bor. Bunga haftalar, oylar yoki hatto bir yil ketadimi, menga farqi yo'q. Orangizdan kim aylanasini eng oxirgi tark etsa, ana shu 500 ming dollarni yutib oladi. Qoidalar oddiy. Agar istalgan vaqtda aylanangiz atrofidagi qizil chiziqni bosib o'tsangiz, $500 million dan mahrum bo'lasiz. Musobaqa rasman boshlandi. Omad. Ana u yerda $500 million turibdi. Meni esa vaqtim bemalol. Bugundan boshlab bu meni uyim. Xohlasangiz ham meni bu aylanadan chiqara olmaysiz. Mana shu $500 ming hammasi faqat o'zimga. Bu yerga kelish uchun 27 soat uchdim. Shuning uchun kamida 27 soat chidashim kerak. Ishonavering, bu shart ko'ringanidan ancha qiyin. Chunki oradan 30 daqiqa o'tgach, mana nima sodir bo'ldi. Bizda birinchi chiqib ketgan ishtirokchi bor. Oh, kim tegib yubordi? Kimdir chiziqqa tegdimi? Asabiylashayapman. Ekranga chiqaring. TJ, sen aylanaga tegding. Demak, o'yindan chiqding. Kimdir buni qilish kerak edi. Qurbonlikni o'z zimmamga olaman. Yaxshi, ketishing mumkin. Chandler, sen birinchi bo'lib chiqib ketmading. To'g'ri aytasan. Sendan faxrlanaman. Men birinchi bo'lmadim, lekin ikkinchi bo'laman. To'xta, nima? Shoshma. Endi ikkinchi chiqib ketdi. Agar siz Chandler va boshqa tanish yuzlar nega musobaqalashayotganiga hayron bo'lsangiz, sababi shundaki, mening barcha videolarimdagi yulduz ishtirokchilar Mr. Beast tarixidagi eng katta birlashuv uchun shu yerda. Bu yerga yig'ilganlarning hammasi Mr. Beast videolarida qatnashgan. Ular g'alaba uchun nima kerakligini bilishadi. Chunki raqobat kuchli. Men 1dan 100 gacha bo'lgan videoni ko'rganman. 42-raqam xavfli. Bu ayol platformadan sakragan xodim va 99 kishini o'yindan chiqargan. ha. Bu o'rmondagi uyingdan kattaroqmi? Nafaqat meni, Grizni uyidan ham katta. Uni ham meni yonimga tashlang. Qani ket. Ramaning futbolkasi orqasida avvalgi videolarda yutgan va yutqazgan pullar miqdori yozilgan. Masalan, Lanin $200 ming, $250 ming, $1 million, $2,5 million shaxsiy samolyot va kubga yana $1 million yutqazgan. Jimmy bilan vaqt o'tkazish yoqimli. Menga omadsiz kunlarimni eslatdi. Va bizda navbatdagi xayrlashuv. U men tasavvur qilgandan ham ajablanarli sodir bo'ldi. Yo'q, jinursan. Big Justice chiqib ketdi. Nega chiqib ketding? Biohojatxona yoqmadimi? Yo'q. Yaxshi, biohojatxona kimnidir o'yindan chiqardi. Taklif uchun rahmat. Arzimaydi. Juda ajoyib bo'ldi. Bu oxirgi qolgan g'olib videosi. Shuning uchun bu ishtirokchilarning hammasi o'zlarining kichkina aylanalarida uxlashadi. Faqat Jioning rejalari boshqa edi. Agar videolarimizni avval ko'rgan bo'lsangiz, u nima rejalashtirganini bilib olgan bo'lasiz. Voy, men bu o'yinlarni avval ham o'ynaganman. Hammani uxlatmaslikka urinish rostdan ham ish berayotganga o'xshaydi. Bo'ldi, men ketdim. Omad yigitlar. Charchadim va uyga qaytyapman. Bu qariyalarning o'yini emas, yoshlarning o'yini. Men uchun og'irlik qildi. Ular yolg'iz emasdi. Chunki ular uxlayotganda 7 kishi tasodifan qizil chiziqqa tegib ketdi. Ulardan biri bizning Karl edi. Uyg'onsam oyog'im chiziqqa tegib turgan ekan. Birinchi tundan keyin 14 nafar ishtirokchi $500 million yutish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. Va bu ajoyib. Navbatdagi shartda yana ko'pchilik chiqib ketadi. Qo'riqchilar, bloklarni olib kiring. Minoralar. Voy, yo'q. Yo'q. Hammangiz juda tajribali o'yinchi bo'lganingiz uchun avval o'tkazgan eng qiyin o'yinlardan birini qaytarishga qaror qildim. Men Beast Games'da shu o'yinda chiqib ketgandim. Endi bunday bo'lmaydi. Sizdan talab qilinadigan narsa qizil blok ustiga minora qurish. Minorangiz mustahkam ekanligiga ishonch hosil qiling. Bir necha daqiqadan keyin qaytaman. Buni Beast Games'da ko'rganman, juda qiyin shart. Buni qanday bajarishni bilmayman. Bundan ko'p odam o'ta olishiga ishonmayman. Umid qilamanki, men ulardan biri bo'lmayman yoki aniq ulardan biri bo'laman. O'rmon haqidagi videoda bir-biringizga qarshi edingiz. Endi birga ishlayapsizlarmi? Hozir unga ishonaman. Uni sakrab sinab ko'rsam bo'ladimi? Ha. Yaxshi, agar sen uni ushlab tursang. Yo'qol bu yerdan og'aylar. Hamma o'z minorasidan mamnunmi? Boshqaruv xonasi 24 soatlik taymerni yoqing. Hozirdan boshlab keyingi 24 soat ichida minorangiz qulasa, siz o'yinni tark Ey etasiz. xudoyim. Va o'yinni qiziqarliroq qilish uchun qo'riqchilar, hammaga bittadan koptok bering. 24 soatlik taymer nolga teng bo'lganda qizil chiroqlar yonadi va sizga boshqa birovning minorasiga koptok otish uchun ro'parosa 10 soniya vaqt beriladi. Agar uni qulatsangiz, ular o'yindan chiqadi. Do'stlar, orttirganingizga ishonch hosil qiling, chunki 20 kishi sizga koptok otishini xohlamasangiz kerak. Kelinglar, kimni chiqarib yuborishimizni aniqlab olaylik. Umid qilamanki yoningizdagilarga ishonasiz. Kelishib oldik, shundaymi? Og'ayni, bizni perimetrimizda ishonmaydigan odamlarim bor. Kimdir meni minoramga koptok otishi va meni o'yindan chiqarib yuborishi mumkin. Men charchadim, uxlashni xohlayman. Lekin qanday uxlashni bilmayman. Ammo ba'zi odamlar uxlamay,
oldindagi sinovga qarshi o'z minoralarini qo'riqlashga e'tibor qaratishdi. Rasman 3-kun boshlandi va men bundan biroz qo'rqyapman. Bu shart insondan sabr talab qiladi. Shuning uchun men kutib o'tiribman. Bu chidamlilik sinovi bo'lgani uchun bir necha kishi o'zi bilmagan holda qizil chiziqqa tegib ketdi. Va mayiz tufayli bir o'yinchi o'yindan chiqib ketdi. U nafaqat tegdi, balki keyin aylanani silashni boshladi. Xo'sh, Bu $500 million mayiz. Lekin bu vaqtni aksariyat ishtirokchilar ittifoq tuzish va kimga koptok ochishni hal qilishga sarflashdi. Gap shundaki, kim bilan ittifoq tuzganini, kimni himoya qilishini ham bilmaysiz. Vaqt deyarli bo'ldi. Kimga ochishni o'ylayapsan? Jeremiga. Men uni televizorda ko'rganman. U yaxshi qarorlar qabul qilish kerak edi. Meni qora ro'yxatimda 1-2 kishi bor. Bu Rayn. Bilaman, Hyuga hech narsa qilmaydi, lekin undan tashqari yoki qiladimi? 24 soat davomida hammangiz o'z minoralaringizni himoya qildingiz. Nihoyat sizlarda 1 daqiqa qoldi. Ittifoqlar tuzish, strategiya ishlab chiqish, dushmanlaringizni aniqlash uchun yetarlicha vaqtingiz bo'ldi. Bu juda zo'r bo'ladi. 3, 2, 1, olg'a! Joey! Jeremi yutqazdi. Mark o'yindan chiqdi. Voy! Reyn bilan Hugo o'yindan chiqdimi? Yaxshi! Otishmani to'xtatishingiz mumkin. Otishmani to'xtating. Agar minorangiz turgan bo'lsa, siz hali ham o'yindasiz. Ketdik! tirik qolganimga ishonmayman, o'rtoq. Yaxshi, Jeremy. Sen Biz Games'da yutqazding. Ehtimol sen Joeyga hot-dog yeyish musobaqasidan tashqari yutqazgan birinchi odamdirsan. Keching mumkin. Rahmat. Yaxshi, Mark, keching mumkin. Ammo eng shafqatsiz chiqarib yuborishlardan biri bu Hugo Raynni o'yindan chiqargani bo'ldi. Siz hozirgina guvoh bo'lgan narsani men qaytar dunyo deb atayman. Hugo, o'zingni oqlash nima deya olasan? Balki u bunkerda ko'proq ovqat pishirganida yoki yordam berganida. Shoshma, Yo'q, Hugo. xudo. Go'yo men hammomni tozalamagandek, polni artmagandek gapirma. Ikkovingiz shunchaki ketishingiz kerak. Ko'rishguncha xayr. Qolganlaringiz esa minorangizni ag'darishingiz mumkin. Siz omon qoldingiz. Imkoningiz borida dam oling. Chunki ertaga yarmingiz